farzandni qadrini ota biladi, birodarlar. Ota uchun eng katta baxt farzandlarini saodatli ekanligini ko'rishlik. Bu narsa uchun har qaysi ota har qancha mehnatga tayyor bo'ladi. Bu narsani ko'pchilik farzandlar bilmaydi. Bolasini foydasini, bolasini manfaatini ko'zlab gapirgan otani gapini malol oladi. Dadam qarib injiq qoldi. Onam qarib injiq qoldi. Agar bir otaning farzandlari, qizlari kuyovlari bilan, o'g'illari kelinlar bilan osoyishta hayot kechirayotgan bo'lsa, mana shu ota dunyodagi eng baxtli inson. Shuning uchun farzandni tarbiyasini chiroyli qilgan ota-onaga Alloh taolo oxiratdan avval dunyoda o'zida ham mukofot berib qo'yadi. Zo'r tarbiya qilgan odamga Alloh taolo bu farzandlarning tarbiyasi uchun shu dunyoda o'zida ham mukofot beradi.